Assalomualaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshiliklar. Bu hozir mana Vyetnam davlatimiz yangi kuchayib ketmoqda. O'ta kuchayib ketdi. Bozorga kelgandik. Umuman yurib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketdi. Hamma turistlar Navesayda qolib ketdi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana bularga farqi yo'q ekan. Yomg'ir qo'ydi. Endi yuramiz, endi iloji yo'q. Hammasi yurolmaymiz. Yosh bola maza qilyapti. Kattalar ichkarida. Suvda ham o'ldi. Hamma yo'qqa kiyib olgan. Ram tuvalet. Bunlar rasmiy chiqyapti. Babam uyga ketdi mana. Bitta quruqda qolib qolgan hammaga uyga ketdi. Bizda ham O'zbekistonda ham yomg'ir yog'di, o'ta qattiq yog'di. Endi unchalik yog'mayapti, lekin mashq ketish bo'ladigan bo'lsa, yarim soat, 1 soat yog'sa ancha yog'ib qo'yadi. Nima qilaman? Uyga mayda shunday olgan chiqdik, yomg'irda qolib ketdik. Shogird ham o'ni turibdi. O'ni o'tiribdi. Sohanga qarab. Yomg'irdan keyin ketamiz, endi iloji yo'q. Dahshat. O'zi yaxshimisizlar? Tanjolaring sog'mi? Bolasi ertaga vatanga qaytyapti. Abitdan keyin kechga yaqin boramiz holatlar Toshkentga. Sayohat qildik, janda oldik. Ko'rmagan joylarni ko'rdik. Xudoga shukr. Umring uzoq bo'lsin deb sayohat qildik. Har yili bir marta bo'lsa ham o'z uchun vaqt ajratib turish kerak-da. Obunachilar. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Duo qilib salomat bo'laylik vatanga.